Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, bizni kuzatib borayotgan chorva shinavandalari. Bugun Andijon viloyati Asaka tumanidagi Qayrag'och mahallasida joylashgan Ostikan fermasidamiz. Bizda 7 oy, 8 oy orasida bo'lgan shunaqa ikkita zotga toza simentallar bor, bo'g'oz. Shunaqa bo'g'oz qidirganlariga 100 taligidan. Xudo xolasa 3 oy, 4 oy boqiladi. Bitta o'ziga o'xshagan 100 talik simentalga qo'yilgan simental bola beradiganidan shunaqa ikkita simentalimiz bor. Bo'g'oz ishqibozlari ko'p bo'ladi, bilsanglar. Ona bola so'raganlarga narxi baland bo'ladi, chunki bolasi yonida ketadi-da. Agarda shunaqa bo'g'ozidan olsangiz, bolasi qonida. Hozirga xudo xolasa bolasi sizga tekkin ketib qoladi. Shunga ishqibozlariga tezda aloqaga chiqib o'raverasizlar. Biz lokatsiyani aytdik, nomer qoldiramiz. Nomerga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa lokatsiya tashlash beradi. Uzoq yaqindan keladiganlar uchun ham bemalol. Kasallik yo'q. Sog'lomligiga, yeb ichishiga, yemasa, ichmasa, hamma yo'g'iga fermani o'zi sizlarga garantiya beradi. Bu bozor emas, bo'ldi, baraka bo'ldi, sotildi, ketdi. Ertaga tanimay qolish bo'lmaydi. Boshqacha zotga qiziqqanlarga ham mana boshqa turdagi zotli mollarimiz ham mavjud. Fermada mollar ko'p, bular ham xudo xolasa hammasi sotuvda. Hozir biz shu ikkalasini narxini aytamiz. Ikkalasini to'liq ma'lumotlarini beryapmiz. 26-aprel hafta kuniga yakshanba 2026-yil. Xudo xolasa mana akalar. Endi biz yelinlarni ham olib berishga harakat qilamiz. Iloji boricha. Bo'ylari pastmas, 1.30 atrofidagi bo'g'ozlar. Oq tumshuq, oq kiprik. Xullas simentalda qanaqa sifatlari bo'lsa, hammasi shu bo'g'ozimizda topiladi. Mana orqalari pachka. Ko'ryapsizlar mana. Chiroyli. Bo'ylari 1.30 dan plus shekilli, 1.30, 140 atrofida. Mana molam o'zi bilgandek videoga tushib beryapti. Aylanib ham, o'rgilib ham meni videoga olyapti. Turib beryapti molni o'zi. Bular ham endi internetga chiqib sotilaverib, uje salkam modellar bo'lib ketdi. Mana akalar, ikkinchisini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana holatda, mana terisini qaranglar. Terisi 100 talik akalar. Mana orqalari, pachkalari. Bu vesi bundan ham ko'ra dadilroqqa o'xshayapti. Oyoqlari qanaqa baquvvat ko'rib qo'yinglar. Bo'g'ozda shunaqa ves, shunaqa baquvvat oyoq. Xudo xolasa bulardan buqacha tug'ilib qolsa, mana yelinlari, suskalari katta yelin soladi. Xudo xolasa bo'ladi. Biz bo'g'oz 3-4 qoringa tuqqanlarini qo'ydik. 35 litrgacha berganlarini qo'ydik. Shu fermadan, shu Ostikan fermasidan shunaqa simentallar. Bular ham xudo xolasa hozirdan mancha sut beradi deyilmaydi. Uni Alloh biladi-yu, lekin shunaqa zotli simentallar beryapti. 25 dan 35 gacha beryapti akalar. Adashmaysizlar, 4 ta olmay, 2 ta olay. 2 ta olmay, bitta olay. Ikkitani foydasini ko'ray deganlarga bunaqa bo'g'ozlarimiz bor. Agarda buqacha olaman deganlar bo'lsa, buqachalar ham bor.
Lekin hozir shunaqa olsangiz, ona boladan ko'ra. Bularni 4 oy, 5 oy ushab, keyin bolasi bilan sotgan taqdiringizda zo'r plyusda chiqaverasizlar. Shunga ko'pchilik o'zi buqacha boqadiganlari shu bo'g'oz boqishga o'tib ketgan. Sigir boqishga o'tib ketgan. Bunaqa zagonda yurgan toza zotli mollarimiz mavjud. Hammasi sotuvda. Kelib, ko'rib, ustida ko'rib olsanglar, Xudo xolasa, narxlarini yana ham tushirishib beradi. Narxini aytadigan bo'lsak, jupiga 48 milliondan narx aytilyapti. 48 milliondan Xudo xolasa kesanglar yana xayrini qilib tushirishib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlasanglar, YouTube platformasi buni avtomatik tarzda ko'proq ommaga ulashadi. Va biz sizlar uchun shunaqa fermadan zotli mollarni olib chiqishda davom etamiz. Kanalimiz yangi, biz qilgan oz mehnatni yaxshi taqdirlab, like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar.